Qandli diabet, lekin hech qanaqa dori ichilmaydi. Nimaga ichilmaydi? Sababi prosta xohlamaydilar ichishni. Xuddi davleniya ham oshadi, oshgandan keyin ichiladi davleniyaning dorisi. Diabet ham xuddi shunaqa. Agar mabodo o'tib borib restoranda ovqatlanib qolishsa, keyin dori ichishadi, sahr tushiradigan. Uni o'ylashmaydiki, что dorini oldindan ichish kerak, chunki davleniya agar oshib ketib qolsa, keyin dori ichsa, uni ta'sir qilguncha 2-3 soat o'tadimi? Oshib ketib qolganda infarkt, insult xavfi, trombli bo'lish xavfi oshadimi? Hech kim o'sha odamni stressdan saqlab qola olmaydi yoki infarkt, insultdan saqlab qola olmaydi. Diabetda ham xuddi shunaqa. Sahr oshyapti, tushyapti, dori ichilmaydi. Bir kun ichiladi, bir kun ichilmaydi. Ya'ni bir kun qondagi qand past, bir kun qondagi qand baland. U qon tomirlar ham xuddi shunaqa. Bir kun kengayadi, bir kun torayadi, o'zgaraveradimi? Rezinka bo'lib ketadi. Rezinka bo'lib ketgandan keyin asorat kelib chiqadi. Oyoqda uvishish, og'riq, ko'zda xira tortish, pochkada ishlashi, o'zgarishi основной kelib chiqishi mumkin bo'lgan asoratlar yurakdagi yetishmovchiliklar, infarkt, insult, tromblar, ishemik kasalliklar, davleniyalar hammasi постоянный dori ichilmagandan kelib chiqadi. Agarda bemor o'zini kasalini hurmat qilmasa, unda hech qaysi shifokor unga aniq yordam bera olmaydi.